Chorvon yo'lidagi Beshbarmoq nomeradi endi Toshkentda. Ketdi. O'zini qo'rg'ali qazilari bilan mashhur bo'lgan Beshbarmoqga keldik. Bunaqa qazilarni uncha-muncha joydan topish qiyin. Beshbarmoqlarni qozoq apsheli mehr bilan tayyorlashyapti. O'zi ham go'shtlarni ayamasdan solishar ekan. Ustiga bo'lsa naq 4 ta qo'rg'ali qazi qo'yib berishdi. Qo'rqganingli 4 kishilik Beshbarmoq. Go'shtlari ko'pligidan qaysi biridan boshlashni ham bilmay qoladi odam. Qazilari tobida, go'shtlari ham yumshoq pishgan, xamirlari ham mazali. Buni xohlasanglar qo'rg'ali qazsiz varianti ham bor. Bunga qo'shib ishga o'zlikisini maxsus bo'g'irsoqligidan ham olishingiz mumkin. Bo'g'irsoqning maxsusligi shundaki, qaymoqga asal aralashtirib so'us tayyorlashgan. Botirib yesangiz mazza qilar ekansiz. Bitta qazilarni ham, qimizlarni ham, nonlarni ham deyarli hamma narsani o'zligisiz tayyorlashadi. Katta kompaniya kelsanglar Hanski Astau taomi ham bor ekan. Bunda matalashka, bo'yin go'sht, nechidir xil shashliklar, iliy somsalar, do'lmalar, xullas har nima bor. Taxtadan toshib chiqaman deyapti o'zi ham. Shuni necha kishi yolaydi deb o'ylaysizlar? Kommentda yozinglar. Bitta o'zinglar kelsanglar har xil kaboblar yoki boshqa milliy taomlarni ham topishingiz mumkin. Ramazonda oshqozonni ham qiynab qo'ymasdan yengil taomlanib ketasizlar. Adres Sergeli hokimiyati, Astanovkaning yonida, Aliyar restorani. Videoni sizga erish kerak bo'lgan o'rtoqlarga yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.